Assalomu alaykum osmon malikalari. Bugun sizlar bilan o'zbekistonliklar ishlashi mumkin bo'lgan aviakompaniyalar haqida gaplashamiz. Bu mavzuga to'xtalishimizga sabab ko'pchilik o'ylaydiki, o'zbeklar faqatgina O'zbekiston aviakompaniyalarida ishlashi mumkin deb. Lekin o'zbekistonliklar juda ham ko'p aviakompaniyalarga ishga topshirishi va u yerda ishlashlari mumkin. Keling, bugun aynan shular haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda o'zbekistonliklar albatta O'zbekiston aviakompaniyalarida ishlashlari mumkin. Bunday aviakompaniyalar masalan Uzbekistan Airways o'zimizning milliy aviakompaniyamiz. Undan tashqari hozirda xususiy aviakompaniyalar juda ham ko'paygan. Masalan, Qanot Sharq, Centrum Air, Air Samarqand kabi aviakompaniyalar. Agarda siz aviakompaniyaga ishga topshirish niyatida bo'lsangiz, mana shu aviakompaniyalarga hujjat topshirishingiz mumkin. Undan tashqari o'zbeklar Birlashgan Arab Amirliklari aviakompaniyalariga ham ishga topshirishi mumkin. Masalan, bu aviakompaniyalarga Emirates, Etihad, Fly Dubai, Air Arabia kabi aviakompaniyalar kiradi. Undan tashqari o'zbeklar GCC davlatlar, ya'ni Golf qo'ltig'i atrofida joylashgan davlatlar. Bularga Saudiya Arabistoni, Qatar davlati, Oman va shu kabi davlatlar kiradi. Siz bu davlatlardagi barcha aviakompaniyalarga hujjat topshirishingiz mumkin. Saudiya Arabistonida ham Saudi Airlines, Riyadh Air, Flynas kabi mashhur aviakompaniyalar bor. Agarda siz chet el aviakompaniyalarida ishlashga qiziqadigan bo'lsangiz va chet elda ishlash siz uchun qiyinchilik tug'dirmasa, ana shu aviakompaniyalarga hujjat topshirishingiz mumkin. Undan tashqari ko'pchiligimiz biladigan Qatar davlatining Qatar Airways milliy aviakompaniyasi ham mavjud. Siz aynan mana shu aviakompaniyaga ham ishga topshirishingiz mumkin. Ammo chet el aviakompaniyalariga ishga topshirganingizda ishga kirish muddati birozgina uzoqroq vaqt oladi. Chunki hujjat jarayonlari va ishga ketish uchun ishchi viza olish jarayonlari birozgina ko'proq muddatni oladi. Ammo O'zbekiston aviakompaniyalarida siz aynan O'zbekiston fuqarosi bo'lganligingiz va mana shu davlatda yashayotganingiz uchun aviakompaniyaga ishga kirish va ish boshlash jarayoni anchagina tezroq bo'ladi. Keling, hozir sizga aviakompaniyalar haqida umumiy tushunchalarni berib o'taman. Birinchi aviakompaniyamiz bu Uzbekistan Airways, ya'ni O'zbekiston davlatining milliy aviakompaniyasi. Aviakompaniya 1992-yilda tashkil topilgan bo'lib, O'zbekistondagi eng birinchi va katta aviakompaniya hisoblanadi. Agarda siz bu aviakompaniyaga ishga kirsangiz, sizda uzoq vaqtli karyera qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Chunki Uzbekistan Airways aviakompaniyasida juda ham ko'plab yo'nalishlarda parvozlar mavjud va u yerga ishga kirish sizda doimiy parvozlar va doimiy ish degani. Undan tashqari, Uzbekistan Airways aviakompaniyasida turli xil bonuslar va ishchilarga yuqori imkoniyatlar yaratilgan. Siz aviakompaniyaga ishga kirsangiz, mutlaqo bepulga o'qish jarayonlarini o'qishingiz mumkin. Chunki shunday aviakompaniyalar borki, siz o'qish trening jarayonlarida o'zingizning yoningizdan pul to'lab o'qishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz Uzbekistan Airways aviakompaniyasiga ishga kirsangiz, siz hech qanday o'qish mashg'ulotlari uchun pul to'lamaysiz. Undan tashqari, aviakompaniyaning go'zal va chiroyli formalari ham sizga bepulga beriladi. Keyingi aviakompaniyamiz Qanot Sharq aviakompaniyasi. Bu aviakompaniya O'zbekistondagi ilk xususiy aviakompaniyalardan biri hisoblanadi. Aviakompaniya 1998-yilda tashkil topgan va birinchi faoliyatini yuk tashish bilan boshlagan. Hozirgi kunga kelib esa yo'lovchilarni tashish sohasida ham o'zini ilg'or faoliyatlarini olib bormoqda. Bugungi kunda Qanot Sharq aviakompaniyasida ham turli xil samolyotlar va juda ham ko'plab yo'nalishlar mavjud. Agarda bu aviakompaniyaga ishga kirsangiz, o'qish mashg'ulotlari uchun o'zingiz hisobingizdan pul to'lashingiz kerak bo'ladi. Lekin aviakompaniyaning bonus taraflari ham kam emas. Masalan, aviakompaniyaning yo'nalishlari turli xil Osiyo va Yevropa davlatlariga, siz hattoki borgan davlatlaringizda qolishingiz va u yerda bir necha kun dam olib sayohat qilish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Keyingi aviakompaniyasi Centrum aviakompaniyasi. Hozirgi kundagi yosh va tez rivojlanayotgan aviakompaniyalar qatoriga kiradi. Aviakompaniya bugungi kunda eng yaxshi aviakompaniyalar qatorida turadi va ko'plab yoshlar aynan mana shu aviakompaniyaga ishga kirishni istashadi.
chunki aviakompaniya yuqori daromad va turli xil yo'nalishlardagi parvozlarni taqdim etadi. Keling, endi chet el aviakompaniyalar haqida ham ma'lumot berib o'tsam. Eng mashhur aviakompaniya hisoblangan Emirates aviakompaniyasi Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahrida joylashgan. Siz agar aviakompaniyaga ishga kirsangiz, Dubay shahriga ko'chib o'tishingiz kerak bo'ladi. Emirates aviakompaniyasi yashash joyi va bepul o'qishlarni sizga taqdim etadi. Bu degani, siz yashash joyiga yoki bo'lmasam transportlarga hech qanday pul sarflamaysiz. Samolyot chiptalaringizdan tortib, yashash joyingizgacha, kommunal to'lovlargacha aviakompaniya to'liq qoplab beradi. Sizning asosiy vazifangiz esa faqatgina aviakompaniya samolyotlarida yaxshi xizmat qilish. Aviakompaniya bugungi kunda top 5 ta eng yaxshi aviakompaniyalar ro'yxatida turadi va butun dunyo bo'ylab bort kuzatuvchilarni ishga oladi. Hozirgi kunda esa 20 mingdan ortiq bort kuzatuvchilar mavjud. Balki siz ham mana shu aviakompaniya bort kuzatuvchilaridan biri bo'larsiz. Keyingi aviakompaniya esa Etihad aviakompaniyasi, Birlashgan Arab Amirliklarining milliy aviakompaniyasi hisoblanadi. Agarda siz bu aviakompaniyaga ishga kirsangiz, bu aviakompaniya ham sizga yashash joyi, aviakompaniya biletlari va ishga borish-kelish transportlarini to'liq qoplaydi. Undan tashqari aviakompaniya sizga va sizning do'stlaringizga, oila a'zolaringizga 90% gacha chegirmali biletlar taqdim etadi. Bu degani nafaqat siz, balki sizning yaqinlaringiz ham deyarli bepulga sayohat qilishlari mumkin. Keyingi aviakompaniyamiz esa Qatar Airways. Qatar davlatida, poytaxti Dohada joylashgan. Bu aviakompaniyaga ishga kirsangiz, siz Qatarda yashashingiz kerak bo'ladi. Yuqoridagi aviakompaniyalar kabi Qatar Airways ham barcha xarajatlarni to'liq qoplaydi. Undan tashqari siz aviakompaniya hisobidan bepul turar joylarda turishingiz va turli xil yo'nalishlarda maroqli parvoz qilishingiz mumkin. Aviakompaniya pluslaridan biri, siz boshqa davlatga parvoz qilganingizda u yerdagi yashash xarajatlaringiz to'liq qoplanadi. Undan tashqari, necha kundir o'sha davlatda qolsangiz, sizning ishlatishingiz uchun, ya'ni chiqimlaringiz uchun ham aviakompaniya pul to'laydi. Bu degani, siz ham u davlatda sayohat qilasiz va ham pul ishlashingiz mumkin. Undan tashqari, aviakompaniyaning eng katta bonuslaridan biri bu sog'lig'ingizni to'liq sug'urta qilinishi. Aviakompaniya sizga yiliga juda ham katta miqdorda pul mablag'i ajratadi va siz barcha tibbiy ko'riklardan bepulga o'tishingiz mumkin. Undan tashqari, aviakompaniya sizning tishlaringizni sog'lomligiga alohida e'tibor qaratadi va shuning uchun sizning tishlaringiz uchun alohida sug'urta puli ajratiladi. Siz istagan paytingiz tish shifokorlariga murojaat qilishingiz va o'zingizdagi kamchiliklarni to'g'rilashingiz mumkin. Eng qiziqarlisi, bu xizmatlarning barchasi bepul hisoblanadi. Agarda siz boshqa davlatga borganingizda betob bo'lib qolsangiz va shifokorga ko'rinsangiz, u mablag'lar ham aviakompaniya tomonidan qoplab beriladi. Yana bir aviakompaniya bu Birlashgan Arab Amirligi poytaxtida joylashgan yangi Riyad Air aviakompaniyasi. Riyad Air aviakompaniyasi Saudiya Arabistonining poytaxtida, ya'ni Riyadda joylashgan va hozirgi kunga kelib ham dunyoning eng top aviakompaniyasi bo'lishga harakat qilmoqda. Lekin eng qiziqarlisi, aviakompaniya hali o'z faoliyatlarini boshlamagan, lekin bugungi kunda butun dunyo bo'ylab bort kuzatuvchilarni ishga olmoqda. Siz agarda bu aviakompaniyaga ishga kirsangiz, parvozlarni qilmasdan turib ham oylik maosh olishingiz mumkin. Aviakompaniya uniformasi, ya'ni formasi ustida ham juda ham kuchli ish olib borilgan va mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Aviakompaniya formasini bu butun dunyo aviatsiya tarixidagi eng unikal, ya'ni yagona stildagi forma hisoblanadi. Agarda siz bu aviakompaniyaga ishga kirsangiz, yuqorida aytib o'tilganidek, boshqa davlatga, ya'ni Riyad shahriga ko'chib o'tishingiz kerak va ish faoliyatingizni o'sha davlatdan turib davom ettirasiz. Albatta, bu aviakompaniya ham barcha yashash xarajatlarini va yashash joylarini sizga ta'minlab beradi. Salomatlik sug'urtasi ham bu ichiga kiritilgan. Undan tashqari, yuqorida aytib o'tilgan barcha chet el aviakompaniyalari siz o'qiyotgan davringizda, ya'ni trening paytida ham sizga oylik maosh to'lashadi. Bu degani, siz ham bepulga o'qishingiz va ham o'qish paytida yaxshigina oylik daromad olishingiz mumkin.
Undan tashqari aviakompaniya sizga ham trening jarayonida va ham ish jarayonida bepul formalarni taqdim etadi. Undan tashqari siz aviakompaniya xodimi bo'lganingizdan keyin turli xil chegirmali bonuslardan ham foydalanishingiz mumkin. Bu bonuslar nafaqat aviakompaniyada, balkim boshqa bir joylarda ham amal qiladi. Masalan, turli xil sotuv do'konlarida yoki turli xil xizmatlarda. Bu chegirmali bonuslar sizga har doim aviakompaniyani xodimi sifatida ish faoliyati yuritayotganingizda amal qiladi. Masalan, siz qaysidir do'kondan mahsul sotib olmoqchisiz yoki qandaydir xizmatdan foydalanmoqchisiz. Agarda siz aviakompaniyaning maxsus IDsi orqali bu xizmatdan foydalansangiz, sizga 50% yoki nechadir foiz miqdorida doimiy chegirma bo'ladi. Bu ham aviakompaniya sizga beradigan eng yaxshi bonuslardan biri hisoblanadi. Aviakompaniyalar haqida yanada to'liqroq ma'lumot olish uchun darsimiz so'ngida aviakompaniyaning maxsus veb-sayt linklarini qoldirib qo'yamiz va bemalol kirib, u yerdan ma'lumotlarni ko'rib o'rganib chiqishingiz mumkin. Keyingi darsimizda siz bilan bort kuzatuvchilariga qo'yilgan umumiy talablar haqida gaplashamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.